alloh subhanahu Qur'oni karimda ham alloh subhanahu va taolo Qur'oni karimda ham o'zi mahbub ko'rgan bandalaridan bir guruhini yoshliklari, yosh yigit ekanliklari bilan sifatlagan. Sura-i Kahfda auzubillahi minashaytonirrojim innahum fityatun amanu bi robbihim va zidnahum huda. Bir yurtda odamlarni dindan bezishga majbur qilib hammani quvg'inga uchratganda bir guruh yosh yigitlar qochib g'orga kirishib oladi. G'orga kirib ichiga bekinib yotishib olgandan keyin uxlashib qoladi. Alloh uxlatib qo'yadi ularni. Ana o'sha iymonini olib qochgan yosh yigitlarni maqtovida Alloh shu so'zni aytgan. Bular yosh yigitlar. Allohga, Robbilariga iymon keltirganlar va biz ularni hidoyatini ziyoda qilib qo'yganmiz. Banda o'zi urinib Allohga iymon keltirsin, qolganini Alloh o'zi to'g'rilab qo'yadi, hidoyatini yo'llab qo'yadi. Ana yosh yigitlarni, navqiron yigitlarni, hali tabiati buzilmagan avlodni Alloh taolo Qur'onda maqtayapti. Iymonga yuz tutganlari uchun ularni quvg'indan, haligi yomon holatdan qutqarib, hidoyatini ziyoda qilib qo'yganini ta'kidlab aytayapti. Mana shu e'tibordan yoshlarga hamma jamiyatlarda, xususan musulmon jamiyatlarda katta e'tibor beriladi. Nima bo'lsa yoshligida bo'lib qoladi. Ana yoshlarga ilm, ma'rifat, taqvo, ibodat, hamma tarafdan yaxshi bir demak ma'lumotlarni berish, ularni tarbiyalab voyaga yetkazishni paydan bo'linadi.